Bu joy asli o'zini tabakasi bilan anchagina ko'ngildan zabt etgan hisoblanadi. Lekin bu yerda tuvli ovqatlardan tashqari taomnomaga yana boshqa eng sara taomlar qo'shilgan. Bulardan ramyo, uy uslubida pishgan kartoshka va boshqa taomlar. Oshpazlarimiz sara va barra mahsulotlarni siz aziz mehmonlar uchun hormasdan tolmasdan mehr bilan tayyorlashyapti. O'tirishga joylar ham ko'p. Men ikkinchi qavatga chiqdim. Atmosfera juda chiroyli. Kayfiyat ko'taradigan muhit shakllantirilgan. Menyudan o'zimga yoqqan taomlarni buyurtma berdim. Ko'p o'tmay yetib keldi. Birinchi salatdan boshladim. Ta'mi va ko'rinishi chiroyli. Yeganingizda og'zingizga yoqadi. Ketidan salyan kechib ko'rdim. Ichiga masalliqlar ayamasa solingan. Katta tajribali odam pishirgan yoqimli mazasidan bilinib turibdi. Undan keyin menyuga yengi qo'shilgan Alfredo pasta. Xamirlari mayin, o'zi ham quruq bo'lib qolmagan. Menga yoqdi. Oxirida shunaqa taxtachada maxsus set olib berishdi. Go'shtlari mazali, ham yumshoq bo'lib pishgan. Hamma taomlar shu setga o'xshab mahalliy go'shtdan tayyorlanar ekan. Uydagilarni olib kelsangiz ham ovqati mazasidan, ham chiroyli atmosferadan xursand bo'lib, sizni duo qilib ketishadi. Sof, oilaviy restoran. Tavsiya qilaman. Bu videoni Sergelida turadigan yaqinlarga yuborib qo'ying. Aniq lokatsiya Telegram kanalda bor.